Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size gacırız diye Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çizlağış kimen 26. yıl 3. ayının 17. günü vatandaş. Tünügün belki yağmur yağdı vatandaş. Çıkamay kaldım. Keçirinler meni vatandaşlarım. Keçirinler hazırmışında set soğuk kulağıdıdı. Amerika'nın otları kısmı da aşağı garbi kısmı da nait kellen kar yağdı deydi. Şu soğuk gelip atkan boz gerek. Bugünkü vaziyetimiz doğrusu da size söylesek. İntayin keskin haberle vatandaşlarım. Vaziyetimizden birincisi Aksaray Bayanatçı Caroline Levitt Hanım Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump'dan 3. ayının 31. günüdün 4. ayının 2. günü geçe Beijing'de elip baradığın ziyaretini emelden kaldırganlığını yaki kiçtirgenlikini ilan kıldı vatandaş. Bu birinci vaziyetimiz. Bunun sebebi birinci bulup ihtimal. Çünkü da reis Xi Jinping yaki sekreteri Xi Jinping tahtın düşüdü. Bu ihtimalla hazır intayin kişiler vatandaş. İkincisi, Prezident Donald Trump pul muamele gazete Angliya gazetege haber aytqanda yaki aldın körerlik bilen aytqan bir ağız gibi de men Azerbaycan hükümetini pasport denizi yak pasport boğazıdan ötüvatkan transport parxotlarını mayqaçılanğan parxotlarını qoğdaşın talep kıldım. Sebebi qoğdaşqa qatnışını talep kıldım. Sebebi hazır Cumhuriyet Partiyasının import nefti 90% import nefti pasport boğazıdan ötüdü. Pasport boğazını başkalar qoğdap vermeydi. Çünkü hem özü askeri çıkarıp qoğdışı gerek. Bu intayin çörlük bilen koyulgan stratejilik, sol ve stratejilik plan vatandaş. Bir de Prezident Donald Trump ihtimal muşundak ciddi peytte İran bilen çünkü münasebetini bir sınap bakmakçı buluvatkan boz gerek. Bu bir sebep değmez. Prezident Donald Trump'ın Beijing'i ziyaret kılışın keçiktirgenligi. Üçüncüsü andım ben körüstüm ben bu sebepten vatandaş tünügün dislergi sözüldü qazı Cumhuriyet Partiyasının memleketlik işki kurultay yığını ahırlışıqa az qalğayak ahırlışay degende milletle istifaqlığını ilgiri sürüş kanununu oturup çıkardı vatandaş. Bir de ihtimallıktan Irak deyimiz, yaki ihtimallıkı yakın deyimiz, bu kıtımkı Beijing ziyaretinde Prezident Donald Trump intayin söz görmesinler. Mesela Tibet Uygur meselesi, anı koşumca eğer Xitay'la talebi boyucu olsa, ameliyatı emez. Xitay'la talebi boyucu olsa, Tayvan meselesi, Katarlık meselesi toxtuludur. Nonsiga del Prezident Donald Trump Beijing'i ziyaret kılman davet kan moşundak bir peytte Xitay Kompartiyası Xalq Vekiller Kurultayının yuqarıdaki palepetiş kanunu maqulluğallığı bu qarşılıq görsetkenligi vatandaş. Peki geopolitiklik siyaset boyunca Amerika bilen qarşılaşqanlıq bulup hesaplanıdı vatandaş. Bu üçüncü sebep şunun için belki Prezident Donald Trump Beijing'i ziyaret kılıp seferini kaldırgan buluşu veya keçiktirgen buluşu hazır kaldır demez. Bir hesapta bir ay keçiktirdi degen haber mi yetip geldi vatandaş. Bu bir vaziyetimiz kettimiş, ikinci vaziyetimiz vatandaş. Ya muhakkaptı vaziyet. Tünügün 3. ayının 16. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump bir ağız söz gibi xulas olusak, ben Kuban'ı ötküzüp alımen dedi. Kuban'ı ötküzüp alımen dedi vatandaş.
Castro kim idi, Kuba kim idi, 1959 yıldaki Castro inqilabı nemi idi, ta ki bugünküçe Kuba Amerika'yla qanda qarşılaşıp geldi, endi ahirki hesapta Kuba özü namayiş arqılı isyan kötürüp hükümetiga qarıştırıp, Amerika'nın bu meseleni bir taraf qilishini kun tartibga elib keldi. Şunun bilan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 3 ayning 16 günü Kuba'nı ötküzüp oldu. Uruş, gavgalar İran'da buluvatıdı. Siz biz dikkatimizi İran'a ağdırdı o vatandaşı. Bu tarafta ismi çıkamay, tütün mü çıkamay bir devlet. Kuba degen devlet munqariz boldu desiniz. Alem tarihi, dünya tarihinin qaysı basqıçı ve qaysı devirde işinin bundaq orunlaştırılğanlığını, işinin bundaq qalbi qılıdığanlığını ve iş tertib, vakayla tertib, tarihi vakayla tertibinin bu derece terakki qılğanlığını tarih bu qəribovay özden qaysı betlerdə görüp bakkan idi vatandaş. Bu belki yüzbegen buluşu mümkün. Biz bilmey kalgan bilişimiz mümkün. Lekin dünya tarihi 21. asırның 20. yıllarda görüp atkan bu möcüzeli dakika içinde yüz berip atıdı vatandaş. Bunda tezlik, bunda hararetlik, bunda qozgatqıcı ruh ve ilham belgücü ruh bilen yezilip atkan, elip berilip atkan tarih bugün fakat birle Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump'ның qo'lidan chiqayotgan tarixda vatandaş. Yani 3. mavzu, yani bu mavzuni ko'rasiz hamda suratligida bu esa 3. mavzumuz suratligida, suratni ko'rsatmayman da sizlarga. Kedimiz mazı yana bir hata tüpleptim ben mi? Nime bunu? Geçirin la. Hemen. Geçirin la vatandaş. Bunun da 5-6 mavzu açıyorum ben. Taza çayı da koyaldım, koyamadım da sonra tentirip kaldım. Endeki mavzu vaziyetten 3. mütebayka, 4. endi Prezident Donald Trump tuyuqsuz taglikni o'zgartdi. Xi Jinpingning qabohatli kuchi yetib keldi. Bu xabar 3. ayning 16 günü ben betorbet edilen. Demek taglikni asl maqsadni o'zgartdi Prezident Donald Trump. Xi Jinpingning qabohatli kuchi yetib keldi. Mana şu 3 mesele, 4 mesele bo'yicha bugünkü vaziyetimizi sizlerge topshiramiz. Evvel birinci olup sizden anlaydığınız mana bundaq vatandaş. Aksaray Prezident Donald Trump bilen Xi Jinping görüşüdüğün fırsatni keçiktirdiğin boldu. Mavzuda xabar 3. ayının 16 günü Amerika avazının Xitay tili programımız ilan kılındı. Xabar bundaq başlandı. Aksaray Axbarat katibi Carolyn Leavitt Düşenbe yani 3. ayının 16 günü Pakistan haberlerinin ziyaretini kabul kılganda mundaq ko'rsatdi. İran urushi sababli Prezident Donald Trump aslidagi jangoni ziyorat qilish planini kechiktirishi mumkin. Leavitt mundaq ko'rsatdi. Bayonotchi Leavitt xonim mundaq ko'rsatdi. Ikki taraf suhbat o'tkazishga xushtar edi, yoki çünkü Amerika. Biroq Prezident Donald Trumpning navbatdagi majburiyati tarixiy xarakterlik g'azab harakatining g'albisini kapolatga ega qilishda. Prezident Donald Trumpning jangini ziyorat qilish vaqti 3. ayning 31 kunidan 4. ayning 2 kunigacha o'rinlashtirilgan edi. Maliye Ministeri Scott Bessent haftanın 1. günü NBC, CNBC'nin ziyaretini kabul kılganda mundaq ko'rsatdi.
Agar ko'rishish qayta o'rinlashtiriladigan ish bo'lsa, u chunki Prezident Donald Trump Washingtonda turib, urushni moslashtirish tirishchanligini ko'rsatgandir. Ko'rsatganligi uchundir. Moliya ministri Beysent yuqori obzorni qilishdan burun, bir kun burun Prezident Donald Trump pul muomala gazetiga mundaq ko'rsatgan edi. Jungo paspor bo'g'izda qatnashiravolligini qo'g'dash bo'yicha tirishchanlik ko'rsatishga kapolat qilishi lozim Jungo. Chunki Jungoning ko'p qism neft transport yo'li paspor bo'g'izidan o'tadi. İran nurg'ulg'an transport parxodlar hujum qilganlikdan bu tartim dengiz yo'lida qatnash to'xtab qoldi. Pul muomala gazeti bunda xabar qildi. Prezident Trump bunda ko'rsatdi. Agar Jungoning rahbari Xi Jinping bilan suhbat o'tkazib bo'lib, bu masalani oldin muhokama qiladigan bo'lsak, vaqt kechikib qoladi. To'liqlab turib, Prezident Donald Trump yana shunday dedi. Jungo safarimizni kechiktiramiz. Jungoga qaratgan ziyoratimizni, safarimizni kechiktiramiz. Anda shunga munosabatlik, ziyoratga munosabatlik yana bunday bir xabarni anglaymiz vatandoshlar. Embargo qilingan Marco Rubio, ya'ni navbatdagi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Marco Rubio Jungoga ziyoratga bora olamdi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi javob qaytardi. Mavzuli xabar 3-oyning 16-kuni Vanmetor orbitida e'lon qilindi xabar. Bunday boshlandi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi torbitining tarqatgan xabari. 3-oyning 16-kuni Jungo Tashqi ishlar ministrligi bayonot silingan. Muxbirlar yig'in riyosatchilik qildi. AP agentligi muxbiri savol qo'ydi. Matbuotlarning xabar qilishicha Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Marco Rubio mushu oyning oxirida Prezident Donald Trump bilan birga Jungoni ziyorat qiladi. Marco Rubio 2020-yili Jungoning embargo qilishiga uchragan edi. Bu ish Marco Rubioning Jungoni ziyorat qilishiga ta'sir ko'rsamda. Bayonotchi Lindiya mundaq dedi. Agar Jungo tarafning embargo qilish tadbiri qartligini Marco Rubio apandi Kengash palatasi senatori bo'lib turgan yillarga to'g'ri keladi. Biz embargo qilgan bo'lsak, senator chog'laridagi Marco Rubioni embargo qildik. Demak, Xitoy yana o'tadi ekaniga. Marco Rubio bundan burun Amerika siyosiy sahnasida uzun muddat Jungoga qarshi turish avangardda bo'lgan edi. Xinjiangga chetiladigan masalalarda, Shanghayga, Hong Kongga chetiladigan masalalarda odatdan tashqari qattiq ifoda bildirgan. 2020-yil 7-oyda va 8-oyda 2 qatim Jungo tarafdan qor tizimlikka kirgizilgan edi. Yana bir xabar vatandosh, Xi Jinping bir hukmni kuchaytirdi. Amerika Jungo yuqori darajaliklar yig'ini kayfiyati jiddiylashib ketdi. Mavzuli xabar 3-oyning 16-kuni Wall ko'chasi gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Donald Trumpning Venesuelaga, Ironga harbiy harakat qo'llanishi Jungo tarafdan uzundan bir xil qarashini, bir xil ko'z qarashini Amerika har qanday badal to'lashga qaramay, har qanday vositani qo'llanib, o'zining xo'jayinlik o'rnini saqlab qoladi. Hamda Amerikaning bunday qiyofati
Jungo'nun canıcan menfaatiga tehdit salıdı degan qarashini tahlil. Diqqati Amerikaning bunday qiyofati Jungo'nun canıcan menfaatiga tehdit salıdı. Biz canıcan menfaat nazırı sizlarga nima deb tushuntirib keldik? Tayvan meselesi, Tibet meselesi, Uyg'uriston meselesi, Hong Kong meselesi. Jungo'nun canıcan menfaat. Bugungi kunda Amerika o'zining qiyofatini, obrazini shu darajada ko'rsatadigan bo'lsa, bu demak Jungo'ning jonijon manfaatiga tahdid deb qarab kelgan edi. Jungo ham shundoq dalilladi bugun degan gapdir vatandosh. Endi ikkinchi xabarimizni qaraylik. Prezident Donald Trump oldin ma'lumot berdi. Kubani sharaf bilan o'tkazib olaman deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 3-oyning 11-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 3-oyning 16-kuni bunday ko'rsatdi. Men Kubani sharaf bilan o'tkazib olaman. Men Kubani sharaf bilan o'tkazib olaman. Washington neftni qamal qilish orqali Havana, Kubani poytaxti Havana kommunizm siyosiy hokimiyatiga besam ishlatdi. Xayol, ya'ni Capital Hill xabar qilib bunday ko'rsatdi. Prezident Donald Trump 16-kuni Oqsaroy Yumaloqstal qo'yilgan ishxonasida muxbirning ziyoratini qabul qilganda Kubaga harbiy harakat qo'llanishni chetga qaqmaydiganligini aytib, bunday ko'rsatdi. Kubani qandoq bir taraf qilsam, shundoq bir taraf qilaman. Prezident Donald Trump 3-oyning 16-kuni shundoq ko'rsatdi. Kubani qandoq bir taraf qilsam, shundoq bir taraf qilaman. Xudo bir kuni og'zingizga solib qo'yar shu gapni. Prezident Donald Trump, men Jungo'ni qandoq bir taraf qilsam, shundoq bir taraf qilaman deydigan gapni Xudo og'zingizga solib qo'yar bir kuni. Prezident Donald Trump. Men Kubani qandoq bir taraf qilsam, shundoq bir taraf qilaman. Prezident Donald Trump bunday ta'kidladi. Mayli men Kubani ozod qilay, yoki men Kubani tartib olay. Mening qarashimcha men Kubani nima qilaman desam, shunday qilaman. Xudo ko'ch bersin sizga Prezident Donald Trump. Kunlarning birida Jungo'ni men nima qilaman desam, shunday qilaman deydigan shunday gapni sizning og'zingizdan anglashni alaymiz. Prezident Donald Trump. Kubani tartib olay. Mening qarashimcha men Kubani nima qilaman desam, shunday qilaman. Sözünü to'liqlab turib, Prezident Donald Trump yana bunday ko'rsatdi. Kuba bugun ojiz, quvvati yo'q bir davlatga aylanib qoldi. Kuba davlatlik elektr kuch shirkati 16-kuni bunday dalilida Kuba davlat elektr sistemasi parallel chalg'i tushib qolib, 11 million kishi ishlatadigan elektr yo'q. Amerikaning neftni qamal qilishning ta'siriga uchrab, yiqilg'i kamchiligi sababidan butunlay kuchidan qoldi. Elektr yo'q, ochlik, kamchil, fuqarolarning norozilik kayfiyati Kubada krizisni texnik keskinlashtirib o'tdi. Kubada hukumat qarshi namoyish ko'tarildi. 14-kuni o'tganda bu namoyish to'qnashga aylandi. Yani bir mavzu vatandaş. Tuyuqsiz yetib kelgan xabar. Jungo Birlik Sepning bir nafar amaldori qechib Amerikaga yetib keldi va kamdan kam uchraydigan bir ahvolda ziyorat qabul qildi.
ishki ahvollarni fosh qildi. Bir jumla so'z Jungnan Xayna zilzilaga soldi. Jungo Kompartiyasining birlik sessiyasida yetib kelgan bir nafar yuqori darajalik amaldor Amerikaga yetib kelib ziyorat qabul qildi. Bu yaqinqi yillardan beri Jungoning siyosat atmosferasida oz ko'rilgan bir uchur bo'lib hisoblanadi. Bu kishi Jungo birlik saf xizmatining davlatning ichki va sirtidagi harakat shaklini fosh qilib berdi. Şinjan cazalash lageri mavjudligini dalilladi. İjtimoiy siyosiy tizimning ishi va tashida hech kim Xi Jinpingni yaxshi ko'rmaydi dedi. Bu bir qator materiallar fosh qilishlar darhol xalqaro jamiyatning fikr, diqqat, e'tiborini qo'zg'adi. CNN munda xabar qildi. 50 yoshlik Maryulin Gansu o'lkalik Birlik saf xizmat bilim organining muavin sekretari edi. Jungoning bu sohadagi o'rta oliy darajalik kadri hisoblanadi. 2024-yili Maryulin ayoli va bolalarini olib Jungodan ayrilib Amerikaga keldi. Bir mezgil yo'shiron turmush kechirdi. U yaqinda o'zini oshkorlashni qaror qilib, CNN Amerikaning silliq televiziyasi CNN'ning ziyoratini qabul qildi. Bu kishi Maryulin kam uchraydigan tuzum ichida turib, tuzumni maxfiyatlikni fosh qilg'ich kishi bo'lib qoldi. CNN bunda ko'rsatdi. Muxbir hujjatlarni ko'rish orqali, suratlar va aloqa munosabat materiallarini ko'rish orqali Maryulinning haqiqatan birlik saf organi va vazifa o'taganligini qayd qildi. Ziyorat jarayonida Maryulin Jungo birlik saf xizmatining yaqindan biriga o'zgarishini fosh qildi. Maryulin bunda ko'rsatdi. Xi Jinping hokimiyat boshiga kelgandan keyin birlik safning doirasi bir hassa kengaydi. Birlik safning rolida ham o'zgarish paydo bo'ldi. Jungo birlik saf Jungo bexatarlik sistemasi, Jungo sistemasi bilan zich hamkorlashib nazorat qiladigan va tashviqot mashinasiga quroliga aylandi. Maryulin mundaq fosh qildi. Birlik saf davlat sirtida sistemli harakat to'g'ri qurib chiqdi. Yurtdoshlar jamiyati, saboqdoshlar jamiyati qatorliq yana o'quvchilar tashkilotlaridan foydalanib, quloq va jasuslarni taraqqiy qildirdi. Maxfiy soxta punktlarni qurdi. Maryulin mundaq fosh qildi va dalilladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Kompartiyasining davlat olqib bostirishini tekshirayotganda, qaratmalik holda diqqat qilayotganda Maryulin pakt bilan ta'minladi. Kishilik huquq tashkilotlari biron mundaq ko'rsatgan edi. Jungoning birlik saf xizmati uzundan beri 5 mustaqil. Jumladan Tayvan mustaqilligi, Hong Kong mustaqilligi, Tibet mustaqilligi, Uyg'uriston mustaqilligi hamda poligonchilar nuqtaliq zarba berish obyektiga aylantirdi. FBI, Federal tekshirish idorasi Amerika Qo'shma Shtatlari o'xshash vaqtda fosh qilib mundaq ko'rsatdi. Navbatda bir necha 100 nafar Jungo Kompartiya jasuslari Amerika davlat ichida harakat qilyapti. Amerikada yashayotgan g'ayri fikrdagilarni nazorat qilyapti. Ziyorat jarayonida Maryulin Xinjiangda jazolash lagerlarining qurilganligini, uning rost ekanligini dalillab berdi. Uning so'zlari xalqaro jamiyat ko'p yillardan beri diqqat qilib kelgan kishilik huquq masalasi bo'yicha Xinjiangda kishilik huquq masalasi bo'yicha Jungoni ayblashlarning to'g'ri ekanligini isbotlab berdi. Ya Federal tekshirish idorasi Amerika Qo'shma Shtatlarining hozir bir necha 100 nafar jasus Amerikada faoliyat qilyapti debdi.
Aynı vaqt Federal Tekşiriş İdaresining sobiq boshlig'i Kristofer Viray nima deganda Amerikada 50 shtatda Xitoy josuslari faoliyat qilyapti degan. Endilikda yana bir mavzu vatandosh. Mushunga ma'ni ikkiga bo'lib o'tayjimanda. To'xtama. Ikkiga bo'lib o'tayapti. Yana bir mavzu. Prezident Donald Trump tuyuqsiz taglikni o'zgartdi. Ya'ni asosiy maqsadni, siyosat maqsadini o'zgartdi. Xi Jinpingning qabohatli tushi yetib keldi. Mavzuli xabar 3-oyning 16-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Qisqagina 48 soat ichida 3 parcha xabar xalqaro siyosat sahnasini titratdi. Beijing astoydil tayyorlik qilayotgan Amerika Jungo yuqori darajaliklar suhbati amaldan qoldirildi. Prezident Donald Trumpning bir jumla so'zidan Xi Jinpingning put qo'llari qalbilishib ketdi. O'xshashli bir vaqtda bir nafar Jungo Kompartiya birlashib xizmatida yuqori darajalik amaldor qochib Amerikaga yetib keldi. Tuzum ichida hech kim anglashni xohlamaydigan bir jumla so'zni qildi. O'rta Sharqda yangi tayinlangan Iranning doisi eg'er yaralandi va ko'zdan g'oyib bo'ldi. Balki hatto maxfiy Moskvaga yetib keldi. Bu 3 parcha xabar bir-biriga munosabatsiz bo'lsa-mu, o'xshashlar nihoyat zo'r bo'ron chopqinning yetib kelayotganligini ko'rsatib berdi. Bo'ron chopqinning Beijingga qarab yetib kelayotganligini ko'rsatib berdi. Amaliyotda Prezident Trump masalani to'g'ridan-to'g'ri aytgan edi. Pul muomala gazetining ziyoratini qabul qilganda bundoq ko'rsatdi. Agar Jungo fosfor bo'g'zidan o'tadigan dengiz qatnash vositalarini qo'g'dashga yordam bermaydigan bo'lsa, Beijingni ziyorat qilishimizni kechiktirishimiz mumkin. Prezident Donald Trump to'g'ridan-to'g'ri bundoq ko'rsatdi. Jungoning 90% nefit, ham nefit importi fosfor dengiz bo'g'zidan o'tadi. Jungo uchun may parxodlarini biz qo'g'dab berdikanmizmi? Jungoning maytashosh parxodlarini biz qo'g'dab berandikanmiz, Prezident Donald Trump. Bu so'z albatta Jungo uchun ochiq bir holatda bir diplomatik shart bo'lib, o'ttirg'a qo'yildi. Jungoning diplomatiyasida davlat boshliqlari diplomatiyasi izchil holda yuqori darajali siyosiy kapital deb qaralib kelgan. Agar Prezident Donald Trump Beijingni vaqtida ziyorat qilgan bo'lsa, shubhasizki intayin muhim diplomatik natija deb qaraladi. Rabbaqqa taxtdan tushishi mumkin degan bu nihoyat zo'r tahdid. Bundaq ahvol ostida Prezident Donald Trump Beijingga berib taxtdan tushadigan odam bilan ko'rishamda, yo'q. Amerikaning obraziga ta'sir etadi deyman, unda qilmaydi deyman. Shunga bu qatim Prezident Donald Trumpning Beijing ziyoratini amaldan qoldirishi taraf-tarafdan kelayotgan omillarga bog'liq. Iran urushi, Iran fosfor bo'g'zi voqeasi, Uyg'uristonda millatlar taraqqiyoti nima bir nimasi qonuni, undan keyin yana birisi nima? Ana boshda aytgandek, Beijingda hokimiyat olmishdi. Bu keskin ish. Xi Jinping taxtdan tushadigan bo'lsa, Beijingda hokimiyat olmishdi degan gap vatandosh. Bu ajoyib gap vatandosh, ajoyib gap, ko'rdingizmi? Hozir mavzular qaynab ketdi. Kubada tutashgan o't, Ironda yongan yolqin, hammasi kelib hozir Jungnan hayni ko'ydiryapti. Mana gaplar deyman. Xabarlar bunda hozirgi xabarlar o'tdi. Müşterike yana birlikçiyen bu işi gerek sizlarga vatandaşlar birini anlanıp böyle yaman to'ng'ab ketdim soğuk kentolarni kechiringlar vatandaşlar. Tunugi yomg'ir yog'ib chiqanmidi.
Bugün masığı okunu körün ha. Yok. Ordumda kopup meyet oltırış eğri kelip atdı bana hazır fikrim. Ma şamaldı gördünüz mü uçup atkan şamalını? Evet. Eğer ya da havanım kısa koşum çimesiz ok bre.